Köl boyu. Zerekçoqlarning qimmatli kitobini izlash uchun sharqqa qarab ketayotgan Xaybov atritidagilar bu paytda ko'l bo'yidagi kichik bir uyda tatliq uxlayotdi. Mezdilik monta. Acep içimni ağarttı. Nimada uxlatmaydı. Ma? Köl boyida birisi savyot yetib qildi. Bira bayram bo'lmasa, nemishqa salyot otadigandu. Bu balkim mush yerdagilarning adati bo'lsa kerak. Voy Tangrim, men uxlayman. Bir kun yo'l yurib behli yerib ketdim. Varoqchi roqimi sanglachu. Varoqchi roqimi sanglachu. Men uxlayman. Oy shundoq tatliq uxlab etibdi. Shundoq varoqchi roqim uxlayoladi ekan-ku. Dinozavr chaqni shundoq varoqchi roqda tatib uxlab etibdi. Men chidab turib uxlayaptim. Bozorlar bizim uxlaverayli, yeni yo'l mangamiz. Akşam yaxşı uxlayamagan oxşamamsızlar. Kim sana o'xshash varoqchi roqdimi yaxshi uxlay olasan? Men Sana rastla qo'l qo'ydim Juma. Tünügün akşam birisi köl boyida salyot attı. Ben anlamaptım ben. Lekin ben bir xil mezlik puraqni puravatdım ben. To'qpa açıqı kapıda qildi. Qarama, av yerda nurg'un tuxum shakli turdi. Sizlarning biri ishinglar bormidi? Tag'a, sizdan so'rab baqsam, tunugin bu yerda biror tabriklash faoliyati o'tkazildimi? Tunugin undaqa emas-ku. Biroq ata yilda bir o'tkaziladigan salyot bayrami bor. Lekin biz tunugin oqshom guldir qog'oz ovozlarni angladik-ku. Aslida sizlar bu ishni datikansizlar-da. Bu cho'qin partlatqich to'qalarning qilgan qiliqsizligi. Partlatqich to'qi? Yaqindan beri nadan paydo bo'ldi ekan tang. Bir top partlatqich to'qalar paydo bo'lib, har kuni kechasi odamni faqat uxlatmayapti. Tezin onu ayış berib qarab baqayli. Hey, kalma. Magnetik karşılık qilish asabida nemishqa tegicha o'ngshab qolamaysan. Başlar, ilimo beklet eriştim. Ya! O'g'irlik qilaman dema. Hammasi sening kasobsan. Magnetik karşılık paydo qilish asabini joylab ishlasanmagan. Sen bo'lmagan bo'lsang, men olib partlatqich to'g'alardan foydalanib Xaybov atrofidagilarni joylab atgan bo'lardim. Başlar qarang, magnetik karşılık paydo qilish uskunasidan ozroq satar chiqqan o'xshaydi. Yo'q, aniqiz. Bu zada nemish? Kalma. Sen nima jiddiy? Çoğal koyup bayılırken çaş basana bozulup getirip tanışa kaldı. Ben kişinin mepton kanadan kilişken çocuğa oturursam. Ben çokum ölçelim. Yok hani kız her gittim tezdirak basam. Hop başlar. Musiya shu deyman. Endi to'qpa açıqı yiyalaydigan bo'ldik. Yana texi tuxumi borgan. Partlatquchi to'qi bo'lsa, partlatquchi tuxum tug'di. O'zi kapsiz g'alat ishlarni qilishga amroqli bo'lib qolmasdan yana texi yo'shirnishga mahir. Ko'pchilik bu tuqqan tuxumdan ehtiyot qilinglar. Kodong'un tez tashlab o'tgan partlatqich tuxumkan. Üzülme ola, beni koramdım ni korongla.
ular bekli tez yuguraydikan o. Ular tez yugurmadi. Tekshirish asrabi portlatqich to'qalarni yoshirishga mahir dedi o. Emsi ular zada nega mükün ağamdı? Menimce biz yanını belenip izleyli. Hey, men bulanmay qaldı. Birdam aram ilib olay. Acab yerib ketdi. Kodum kucağımda. Portlatqich to'qim Doktor! Ben seni dokuz kapı kıratmayacağım bolsam. Bek yaxshi bo'ldi, ularni tutib oldi. Sen bana bir narsa sovg'a qilmoqchimi? Qandoq narsa? Ha? Şamey ülgüremedim. Silenini patlatamaysınız. Bu patlatqıç to'qilib bekleyli derken. Şunda. Biz ulan her kızmı tosup kalanını ödeşmiz. Tanrım, ulan tezroq yo'qolsa bo'ladi. Uxlab qolsa mayli etdi. Uxlab qolsa? Normal topdin. Bibi, sen kimni chaqirmoqchi? O'zingga qarab yurma. Kila, mana keldi. Pippi sen rostdan onu işletmekçimi? Ben ona uxlatishdan foydalanmoqchi. Aslida sen portlatqich to'qlarning hammasini uxlat etmoqchi kelsan-da. Shunday qilsaqlar biz ularni shahar sirtiga olib yetalaymiz. Ularni bu yerdagi aholiga daxl qilinmaydi. Ketchilik, nima ma'lum bo'ladi-ki? Nima degan ma'nisiz? Amsa, biz harakatimizni boshlaylik. Barliq portlatqich to'qlarni shahar sirtiga olib versaklar, biz xotirjam uxlayolmaymiz. Portlatqich to'qlarning ishi oxir hal bo'ldi. Xotirjam uxlayolmaydigan bo'ldik. Ne bo'ldi? Şunda kişini mepten kırıldıgan kelişken çoğu. Ha, sizlar bu yerda neymiş qilyapsizlar? Hey, edepsiz men tegi gepimni dep bolamıdım. Demişki portlatqich to'qlarning hammasi qaytib kelgandi o. Şunu mu soraş kitamda elbet sizlerge takabül duruş üçün de yoğan iyiyiz. Tayyor. Ahiri buni o'ngshab bo'ldim. Sizlarga bu magnitlik kashla qilish uskunasining ta'mini bir tetib qo'yay. Yoğanınız bozadı demiş. Men mi bilmedim başlar. Asta, endi tushundim. Magnitlik kashla qilish uskunasi qarmoqqa o'ngshilganda qilgan bilan amaliyotda o'ngshalmabdi. Ne güzel. Kalla. Portlatqich to'qlarni nega o'tishni men bildim. Nima degan güzel. Qaranglar. Qaranglar nima degan chiroyli. Pipi yaraysan. Sening portlatqich to'qlarni salyot etish bayramiga olib ketishingni o'ylamoqchi ekanman. Ular endi ko'ngillik o'ynayolmaydigan bo'ldi. Bundan keyin qalaymaqan portlatib yurmaydi. Qaranglar. Nima degan mazzilik? Tuxumning piriqi kelyapti-da. Nima degan mazzilik?
Godong sen yana partlatqıç tuxumni ko'tiryapsan go. Ansirmanglar, bu rostlı tuxum.